Bizga yangi judayam ko'pgina zakazlar keldi. Bular yarmidan ortig'i kelganiga bir haftadan oshdi. Hozir oxirgi zakazlar kelgan haqida video qilganimga naqd 2 hafta bo'libdi, chunki mana bu yarmini qilmadim. Mana endi hozir zo'r obzorlar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, yaqinroq o'tiringlar. Bizga Camellia kollagenlik penka keldi. Bu penka yangi chiqqan roundlabdi penkasi, hamma yuzga tushadi. Ham buni yuvganingizdan keyin yuzingizda quruqlik hissi bo'lmaydi. Ham maska bo'lib beradi, namlantirish effekti borligi uchun. Shunaqa tarkibli qilib chiqarishibdi. Buni o'zi seriyasi bor-ku. Kremi bor, silitkasi bor. Bu mana shunaqa nimasi chiqibdi endi, penkasi. Geliviy strukturada. Lekin suv qo'shsangiz ko'piradi. Yuzni quritmaydi. Upakovkalari ham chiroyli. Mana bu nabor, Tony Moly nabori. Buni narxi 140 ming edi. Tony Moly naborini ko'rsatmoqchi edim. Peptidli. Bir dona bor xolos. Xo'sh, buni ichida nima bor? Nimasi bor? Toneri bor, emulsiyasi bor, kremi bor, zapaska, ya'ni mini versiyada tonerchasi, emulsiyasi bor, ajinlarga qarshi, peptidli. Buni bitta kremini o'zi yana zapaskasi bilan sotganmiz, quruq yuzlarga ko'proq tushadi. Buni mana anti-wrinkle yozilgan, ajinlarga qarshi. Kremini o'zini yana plus zapaskasi bilan 450 mingdan sotardik. Hozir zo'r skidkaga tushgan. Bu nabor bir dona bor xolos. Hozir 600 mingga shuni hammasi hisoblasangiz 200 mingdan to'g'ri keladi har bir narsasi. Plus mana bunaqa kichkina podarkachalar. Qishki paytga ham juda ham zo'r narsa. Tush keldi. Mana bu tushdan o'zim ishlatganman. Byudjetnayroq tush, sifati zo'r. Mana bu nimasi, shotkasi katta bo'ladi, lekin zo'r bo'yada kipriydi. Объем xohlaganlar uchun объемni qilib qo'yadi kipriydi. Zo'r tush. Hozir tushim tugasa yana ishlataman, xudo xolasa. Mana bu kremdan keldi. Hozir Lagomda hamma narsasi kelgan. Mana shu kremda nimaga shu kremni zakaz qilmaysizlar deb ko'p so'rashgan uchun mana endi zakaz qildik. Dip moisture krem. Bu anaqa chuqur namlantiruvchi krem. Nariga uzunchog'i bor. Undan ham chuqurroq namlantiradi, oziqlantiradi. Tarkibi bilan polni tashlaganman. Lagom brendini kim ishlatgan bo'lsa hammaga yoqqan. O'zimga ham yoqqan. Nima? Tarkibi ham bor. 60 ml. Yuzi 30 ming. Zo'r narxda kelgan. Xo'p, davom etamiz. BioHealth, ya'ni Bo'xti kremidan keldi. Bu ko'z kremi. Biz bu yerda 2 dona xolos, boshqa yo'q, qolmabdi. 160 mingdan. Mana bunaqa sovunlar ham zo'r sovun keldi. Vyetnamdagi bu. Vyetnamda Malayziya demoqchi edim. Bu toshxona bo'lgani uchun juda Vyetnam kecha ko'rdimda reklamasini. Malayziyaniki. Rosam приятно, umringiz ham taningiz ham quritmaydi. Anavi nima? Kundalik ishlatishga ham zo'r. Gellar dushani o'rniga ham ishlatsangiz maza qilasiz. Bir boshdan boshlaylik. Centellani tonerdan qartuvchi surtkasi bilan keldi. Keyin mana bunaqa qo'l kremidan keldi. Buni har xilidan bor. Kollagenlik, gyaluronkali, shaftolilik, avokadolik. 35 mingdan 100 ml qo'l krem. Keyin Daboni penkalari ham kelgan, shu joyda tugab ham ketyapti. 3-4 xili bor edi. Peptidli Medipilda tonerdan keldi 160 mingdan. Penka rosa ko'p penkalarimiz kamayib ketdi. Shuning uchun har xil penkalar zakaz qilganmiz. Mana bu penka Silimaxda yuzni quritmaydigan, pH balansi 5.5 bo'lgan penka. Centella Semper tarkibida. Rezoni. Mana bunaqa byudjetniy zo'r penkalardan ham keldi. Buni ham o'zini nimalari bor, yaxshi ko'ruvchilar rosa ko'p olishadi. Bunisi shilliqurtlik,
Gyaluronkalik grammi katta centellalik yaxshilar. Bulardan ham keyin intim oqartiruvchi kremdan keldi. Shu intim zonalarni tirsak, tizza qayeringiz qoraygan bo'lsangiz, sursangiz yaxshi ta'sir qiladi. The Ordinary tonerdan keldi. 7% glikoleviy kislota. Yuzingizda mayda qanaqadir tushunarsiz toshmachalar yoki ugrichalar bo'lsa, shu yuzni ustki qavati bilan yaxshi ishlaydigan toner. Buni bo'lib ham beramiz. Shu bo'lib 100 ml, 50 ml qilib beramiz. Keyin retinol sibirtka. Bu yoq o'sha retinol sezoni. Buni yozda ham ishlatsa bo'ladigan retinol. Birinchi marta ishlatishga foizi kichkinadan boshlagan yaxshi, ayniqsa sezuvchan yuz bo'lsangiz, keyin o'rgatib olsangiz, keyin kattaroq foizdan ishlatverasiz. Bu sibirtkasi, bu kremi. Bitta faqatgina retinol 0,1 emas, pantenol bor. Keyin mana bunaqa matrixil degan modda ham bor. Bu hammasi ajinlar bilan kurashadigan vosita. 165 mingdan. Loyli maska aksessuarga kelgan 160 mingdan. O'sha tugayapti ham aksessuarga sibirtkasi. Bu ugridan qolgan dog'larga yaxshi ishlaydigan sibirtka. Round Lab'da SPF'dan bu tonligidan keldi. 170 ming. Koksir tonerlari, kremlari mana shu ikkalasi ham yaxshi narsa. Yumshoq krem oqartirishga ishlaydi. Tarkibi ham vitaminlar bor, niacinamid bor, vitamin E, vitamin C bor. Kremida ham shunaqa tarkibli. 140 ming. Mana bu BB kremimiz, rosa ham yaxshi BB krem. Byudjetniy BB krem. O'zi byudjetniy edi, hozir ularning katta skidkaga tushgani uchun zakaz qilganmiz. 70 mingga to'g'ri keladi. Ichida 50 ml bo'lishi kerak. O'rtacha rangdagi yuzlarga tushadi. Oppoqlarga ham, o'rta to'q emas, o'rtacha shu qizlar bor, shunaqaga tushadi. Katalin Jo'dan ko'z krem. Ajinlarga qarshi bu ko'z kremni yuzga ham ishlatsangiz bo'ladi, chunki grammi katta. Bitta krem oling, ham ko'zga, ham yuzga desangiz, mana shu narsangiz bo'ladi. Idishi ham rosa chiroyli, upakovkalari, oziqlantiruvchi moddalari bor. Ko'z terisini, yuz terisini, elastik holatini yaxshilaydigan shunaqa upakovkasi. Keyin buni sibirtkasi ham bor. Sibirtkasi qaranglar qanaqa chiroyli. Tarkibi ham zo'r. Mana bunaqa ichida kapsulachalari bor. Bu yerda pompasi bor. Pompasini esi sibirtka chiqadi. Bu ham ajinlarga, namlantirishga zo'r ishlaydigan sibirtka. Grammi ham kattagina, 50 ml. Maza qilib ishlatasizlar. Hamma yuzga tushadi. Narxi 200 ming. Keyin gemorroylik maz. Gemorroyga qarshi mazdan keldi. Koreyskiy. Rosa zo'r narsa ekan. Ishlatganlari yaxshi o'ziflar qoldirishdi. Bundan ham keldi. Ko'z krem, umuman retinoldan уже mana ikkita qopda, shundan 6 ta edi. Seoul retinol kremi. Bu yerda liposomal retinol 1% yozilgan. Keyin guruch ekstrakti bor. Bu ham har kunga ishlatishga kech payt ishlatiladi. Birinchi hafta 3 marta ishlatiladi. Kunora qilib, keyin reaksiya bermasa har kuniga o'tiladi. Kremidan 2 dona qopdi. Hozir kremi 200 ming skidkada, keyin ko'z kremi ham yaxshi. Ko'z kremi liposomal retinol 4% yozilgan. O'zi retinol maksimum 1% bo'ladi. Buni boshqacha formasi bo'lgani uchun, retinal bo'lgani uchun shunaqa deb yozilgan. Bunda moshni fermentlangan mosh bor tarkibida. Buni sibirtkasi ham bor hozir bizda. Hammasini olib komplekt ishlatilsa ham zo'r bo'ladi natija. Oqartiruvchi krem mana shu Melastopda ko'p ishlatishadi klientlarimiz. Ko'p maqtashadi. Niacinamid va arbutin bor krem so'rashsa, mana shuni tavsiya qilamiz, oqartirishga ishlaydi. Keyin hozir skidkada Anvani retinol va peptidlik tungi kremdan keldi. Bunda foizi yozilmagan, nano retinol deb yozilgan. Foizi yozilmaganda
retinol qanchaligini bilib bo'lmaydi, lekin unaqa ko'p bo'lmaydi. Misol uchun haligi terini achishtirib, kuydirib yuboradigan darajada bo'lmaydi va plus peptidlari bor. Qo'yiqqina krem ekan. Video uchun bittasini bunday qilib upakovkasidan, korobkasini ochib ko'rsatyapman. Mana shunaqa 50 ml. Buni srogi iyul 30-iyulgacha hali ancha bor. O'zimgacha hozir olgan odam har kuni haftada birinchi hafta 3 marta ishlatiladi. Reaksiya qilib, bunaqa qilib achishtirib netmasa, yuzda har kuniga o'tsa bo'ladi. Agar har kuni ishlatsangiz ham kech paytda 3 oyda tugaydi shu krem. 3 oy, 4 oyda tugasa kerak. Ishlatishingizga bog'liq. Har kuni ishlatilganda kech payt. Bu 200 ml krem edi. Bundan ham oshiq bo'ladi. Yangi chiqqan partiyasi. Buni srogi kam qolgani uchun zavodidan skidka narxida chiqqan. Shuning uchun bu hozir 150 ming. Bemalol. Bizda kam bundan hozir 15 ta edi, menimcha o'sha 3-4 tasi oldi. Shu 10 tacha bor. Agar sizni teringiz quriyotgan bo'lsa, cho'milib chiqqaningizdan keyin, unib chiqqaningizdan keyin mana qurib oqshayib ketadi. Unda sizga dermatologicheskiy mana shunaqa keramid bor tarkibida. Losyon kerak. Bu losyon hidi bo'lmaydi uncha. Keramidi bor, losyon. Cho'milib chiqqandan keyin, unib chiqqandan keyin hamma yog'ingizga sursangiz, qurish hissini yo'qotadi. Teringizni yumshoq qilib qo'yadi 160 mingdan. Buni grammi katta 400 ml bo'lishi kerak. Ancha ketadi sizga. Guash toshidan kelgan. Massaj uchun, yuz massaji uchun qilinsa effekt yaxshi bo'ladi, faqat har kuni qilish kerak. YouTube'da videolari bor, qanaqa qilish. Sivirtkangizni, kremingizni ustidan qilsangiz, zo'rmi, yumshoq deymi, muzdekkina haqiqiy tosh bu. Nefrit yoki kvartsdan bo'lishi kerak. Mana bozorda sotiladigan plastmassa emas. Shunaqa chexolchikada bo'ladi. Tushlardan yana mana bu tushdan kelgan. Bu tush kiprikda qayrib ko'rsatadi, shotkasi shunaqa. Buni ham ko'p so'rashadi. Shundan keldi 60 mingdan. 17 pomidor, yashil pomidor nabori. Bu yerda kremi, toneri, sivirtkasi, enzimli pudra, unaqa salfetkasi bor, makiyaj o'chiradigan. Bu naborda ham kutganlar bor edi. Hozir bittasi o'sha olib qo'ying degan. Pora qisqartirish uchun, yuzga lifting effekt berish uchun hamma narsasi bor ichida. Kosmetichkasi podarka bo'lib sizga qoladi. Ichiga keyin bir nimalar istasangiz bo'ladi. Fruitiani har xil qo'l kremlaridan keldi, yana tugadi. Yana zakaz qildik. Tarvuzli rosa ham приятный hid 35 mingdan 30 ml. Sumочкada olib yurgani yaxshi. Hozir qo'llar уже qurishni boshlaydi. Kechgacha bir joyda ishlashingiz, misol uchun uyda bo'lmasangiz, sumочкangizda olib, shu qo'lingiz quriyotgan paytda surkab olsangiz, namlanib, ham приятный hid bo'lib turadi. Rosa hidlari приятный. Tarvuz, gilos, mana mangosi ham shirin. Me'daga tegmaydigan hidlar. Buni o'zi ishlatganlar biladi. Ko'p zakaz qilishadi. Furjan penkalardan 10 ta keldi, mana o'sha 3 ta qoldi. 65 mingdan penkalari. Qo'shoni. Bu qo'shonni yaxshi ko'radiganlar rosa ko'p. Buni idishini o'ziga ham rosa sevishadi. Mana bunaqa bo'ladi. Hozir buni ichida bo'mbo'sh, uni nimasini solib qo'yish kerak. Idishli ham olishadi, butun ham olishadi. Hozir bu faqat idishini, prosta idishini ham aytga qo'shoni bor. Bundan solib qo'yamiz. Yaxshi yopadi yuzni, namlantirib turadi. Atirgul suvi bor. Mana qo'shoni bor, chetdan olib solib qo'yish kerak. Buni butun ham olishadi, zapaska olishadi, idishli olishadi. Ko'p idishli olib borishgan uchun bitta zapaskalarimiz qilib ketibdi. Black Rice BB kremidan keldi. Bu rozor BB krem, quruq yuzlarga, normal yuzlarga tushadi. Kombinirованный yuzlarga ham hozir qish sezonida yaxshi tushadi. Yuzingizda borligi bilinmaydi, chiroyli yuzingizda turadi.
Medipil'da 9 peptidli, mana bu aytmoqchi 175 peptidli kremidan keldi. 9 peptidli. Shuni ko'p so'rashyapti, zakaz qildik. Grammi katta, 40 ml uzoq vaqtga yetadi. Gialuron kislotasi ham bor tarkibida. Biotin sochingiz to'kilayotgan bo'lsa, albatta ichkaridan ham nima qilish kerak? Ozuqa berish kerak. Bu biotin sochga javob beradigan vitamin. Zarari yo'q. Dori emas, faqat vitamin. Vitaminlar bilasizlar, hozir yeb ichishimizdan juda kam organizmimizga kirib kelyapti. Bundan keldi lab balzamlari. Hozir lablarimiz rosa quriyapti. Organitskiy lab balzami faqatgina tabiiy narsalardan qilingan. Bitta ham ichida kimyoviy moddasi yo'q. 25 mingdan zo'r balzam. O'zimiz ham ishlatamiz. Oilaviy. Kalsiylardan keldi. Nutriday. Bu Nutriday koreyskiy brend emas. Bu o'zi amerikanskiy brend, lekin koreyscha yozilgan, chunki bu Koreya uchun chiqarib bergan. Koreya uchun chiqarib bergani uchun shriftlarni koreyscha qilib bergan. Atak bu amerikanskiy brend. Retinol yana sivurtka so'raganlarga mana bu sivurtkadan kelgan 2 dona bor. Ajinlarga qarshi retinol kremi bilan birga ishlatsangiz, sivurtkani hozir qishki sezonda ishlatib olasiz xolos. Shunda zo'r bo'ladi, zo'r tushadi. Bu gramm 50 ml. Bu unaqa achishtirib, yuzda unaqa qiladigan baz, retinol yaxshi formada, metallo, vera, vitamin E ham bor. Buni o'zi ishlatganlar biladi. Lado shampun zakaz qilishganda bu siyrak sochlar uchun soch to'kilishiga qarshi bu bittasini zakaz etib 190 ming. Lado shampuni qimmatroq. Mishani SPF'lardan yana keldi, skidkada 90 mingdan 120 ming sotgan SPF'larimiz. Keyin bu yerda mana ko'rinib turibdi. Mana buncha bo'ladi SPF 50 ml. Mana bu havo bo'ladi. Havo qo'ymasa, hamma SPF'larda jichcha bo'lsa ham havosi bo'ladi. Buni upakovkasi mana katta. Bizda bir xil klientlar olib to'llamasa ekanchi. Agar to'lla qilgan taroziga qo'ysangiz 50 ml emas, 100 ml chiqqan bo'ladi. Sizga men aytgan 50 ml yozib qo'ydim. Demak, ichiga 50 ml dan oshiq SPF solmaydi. Bu havo SPF aynib netib qolmasligi uchun spetsialni ataylab shunaqa qilib qo'yilgan. Biz buni taroziga ham o'lchab berganmiz, idishlarini, grammlarini chiqarib, boshqa SPF'lar bilan ham o'lchab berganmiz. Bir xil grammi. Hech qanaqa ichida aldab yarimni olib qo'ymagan, faqatgina aytganimdek 50 ml quyib berishgan. Mana bu eng zo'r omegalardan. Chunki buni dozasi katta. Keyin bu rosa ham toza Alyaska baliqlari bo'ladi Sibirda. O'shalardan olingan omega. Dozasini ham ko'rasizlar, rosa katta. 1250 ga 1040 mg. Bitta dona ichsa bir kunda yetadi. 450 ming, bu yerda 3 oylik, 1 oylik qilib 150 mingdan qilib olsalar ham bo'ladi. Ko'zga, miya faoliyatiga, immunitetga yaxshi bu kattalardan omegasi. Svecha, mana shu svechadan ham yaxshi o'tiblar kelyapti. Shamollashga qarshi ayollar svechasi 60 ming. Детский omega. Omega hozir o'sha vitaminlar bermasangiz, virusli paytlar keldi, bolalar hammasi kasal. Bu omega rosa ham mana bunaqa jeleyni ekan, tarkibi halol. Men hozir berdim bolalarimga, yeyishyapti, mas ekan deb. Har kuni bittadan yoki ikkitadan yesa bo'ladi. Men o'zim ham tatib ko'rdim. Приятный ekan. Oxirida sal baliqning ta'mi, yog'ini ta'mi kelib qolar ekan. Tak spetsialni shunaqa ataylab baliq yog'i bemaza bo'ladi bu aptekadagi. Shuning uchun shunaqasini chiqarishdi. Buni hozir narxini hali chiqarmabman, esimdan chiqib to'z qarab chiqarib qo'yib qo'yaman. Shunaqadan keldi. Aksessuarda tonerdan oqartiruvchi, shuni anchadan beri topolmayapti. Faqatgina Purify, ya'ni ugriga qarshisi keladi. Bunisi oqartiruvchi. Tonerdan keldi. 70 ming. Yana mana bu tonerdan keldi, Green Tomato. Porani lifting qiladigan kollagenli toner. Buni butuni ham, bo'lib ham 100 ml dan ham rosa ko'p olishadi. Chunki qulayda 100 ml ishlatib ko'rasiz, yoqsa yana kattasini olasiz, yoqmasa boshqa olasiz yoki prosta zerikkaningizda. 100 ml 50 mingga to'g'ri kelyapti atiga. Idishchalarimizga qo'yib beramiz.
Omay dishchamiz hozir tugab qolgan. Zakaz qilib olib kelishimiz kerak. Mana bu krem Herslif degan o'simlik bor tarkibida. Bu anaqa sezuvchan yog'lik, shu guriga moyligi bor yuzlarga zo'r tushadigan krem. Grammi katta 100 ml maza qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Yog'li kombinirованный sezuvchan yuzlar bo'ladi. Shunaqaga tushadi. Upakovkasi ham chiroyli, o'zi ham chiroyli. 3 dona bor edi xolos, o'zi 2 dona qoldi. Buni guruch bilan niacinamidligidan kelgan. Bundan 130 ml 100 ml kelgan. Lagomda mana kremidan keldi. Mild moisture kremidan. Bunun ichida 80 ml. Lagomda hamma narsalari skidkaga tushgani uchun arzonlashtirib qo'yganmiz. Penkalari 135 ming, mana bu kremlari 240 mingdan. Bu yerda toz gidrofilkalari bor. Gidrofilni maslalari bor 180 mingdan, tonerlari bor. Penkasini ham ikki xili bor, mikro bilan. Mana Bioshku Home'dan bor. Ikkalasi ham deyarli bitta vazifani bajaradi. Mana bunaqa doktor bitta SPF'dan ham, mana shu SPF topishcha qiyinroq. Bir oyda zo'rg'a topiladi. Bu zo'r ekan SPF. Hozir mana jicha ton berar ekan yuzga, zo'r namlantirib berib, sal oqartirib qo'yar ekan yuzingizni. Lekin anaqa oqshayib ketmas ekan. Meni dozimda bor-da, hozir shuning uchun hidi вообще приятно. Hali sitrusovый hid keladi surganingizda. Vitaminlari bor tarkibida, B3 bor, E bor, C bor. Maza qilib ishlatadigan SPF. Buni soatda necha 6 soatlik bahsini deyishadi. Bunaqada SPF'lardan, misol uchun siz 6 soatlik bo'lsa ham, misol bu 2-3-4 soatligi. Agar siz oftobda, hozir endi unaqa oftoblar yo'q, lekin siz yozgi kunda oftobda 2 soat tursangiz, bilasiz, 2 soat oftobda turasiz jazirama. 6 soatli SPF'ni ham yangilab olish kerak. Siz agar ertalab ishga borasiz, keyin ishdan kech payt kelasiz, unda yangilamasangiz bo'laveradi. Shu oftob nuri yuzingizga 2 soat davomida tursa, yuzingizga tushsa, unda SPF'lar 6 soatlikdan parchalab yuboradi. Shuning uchun yangilash kerak. Mana bu SPF'dan ertalab surib kech paytgacha yetadi agar siz oftobda, tik oftobda 2 soat turmasangiz. Faqat ishga borish uchun yetib olasiz, keyin kech payt ishdan kelib olasiz. Keyin bu yaxshi baza ham bo'lib berar ekan makiyajdan oldin. Keyin mana buni ham ko'p so'rayotganlaring glyutatsionli kollagen, 2 karra oqartiruvchi kollagen. Buni tarkibida kollageni bor, glyutationi bor, vitamin C bor. Liposomalniy glyutation double 2 karra oqartiradigan 50 mg kollageni 500, vitamin C 500 qaranglar. Tarkibi zo'r, biotinigacha bor. 170 mingdan bir oy ichasizlar maza qilib. Ta'mlari приятный, tarkibi halol. Keyin penkalar aytdim, rosa ko'pgina keldi. Mana doktor penkasidan keldi 130 mingdan. Bu penkani ham 10 ta zakaz qilganmiz, chunki bu rosa ходовой penka. Kim ishlatsa yaxshi ko'radi shu penkani, yuzini quritmaydi, yumshoq qiladi. Medipil Aqua Toner'dan keldi 160 ming. Ko'z kremi, buni Dalbani kimdir zakaz qiluvdi. Dalba spreydan hozir bizda kichkinasi ham bor, kattasi ham bor. Jazderma o'g'rilarga qarshi sivurtka, o'g'rilarni ketkazadi. HC ko'z kremi. Kattasi, buni ham yaxshi ko'z krem. Tarkibi boy. Beauty Johnson ko'z kremi retinal bor tarkibida. Bu ham hozirgi fasllarga rosa yaxshi ishlatishga. Medipil'da mana Golubay kremidan keldi. Bu kremini ham ko'p so'rashadi, chunki yoqadi. 160 mingdan Beauty Johnson SPF 160 mingdan Biotox. Sivurtkasi Medipil ham zakaz qilishgandi. Medipil'da 5 peptidli ko'z kremi. Medipil'da toneri keldi padarinlik. SPF Round Laptiki. Mana bu penka sezuvchan yuzlar uchun tushadigan pH balansi 5.5. Medipil'da qizil buni kremi kelgan. Byudjetli kremlardan Yeptani gialuronkali kremi keldi.
Gyaluron kislotasi bor, pantenol bor, keramida bor. Bu ham yaxshi krem. Mana bu botu kollagenda aytishda esimdan chiqib qolibdi. Glyutathioni bor tarkibida. Vitamin C bor. Bu ham zo'r kollagenlardan biri. Tarkibi halol kollagen. Centella'ni mo'g'chi ton beradigan tonalniy kremdaqa turadi yuzda, lekin rangi shunaqa. Yani surilganda oqartiradi yuzda. Buni so'rashganda bundan keldi. Mana bu Centella Gyaluron SPF'dan ham keldi. Namlantirib turadi yuzda. Bu zo'r, yumshoq, yengil. Ham namlantiradi, lekin yuzda umuman ton bermaydi. Mana bunaqa Nedlini kremdan keldi. Cross Barrier kremi. Himoya qavatini zo'r tiklaydi, zo'r namlantirib, oziqlantirib beradi. Agar qishda yuzingiz quriyotgan bo'lsa, mana shunaqa kremlar ishlatishingiz kerak. Grammi ko'p, 80 ml, 250 ml. Zo'r brendlardan biri, ishlatganlar ham o'zi maqtashadi. Aksessuarda nabor qaranglar, qanaqa podarочный naborniki bantiklari bilan. Shunaqa kimdir sizga sovg'a qilsa, rosa xursand bo'lishingiz kerak. Toneridan oqartiruvchisi, ko'z kremidan, rolleri bor, uchida kollagenli aksessuarda svirtkasidan kelgan. Mana bu oynasi. Hozir bular hammasi 440 ming. Bo'lib mana bizda donalardan bor-ku, упаковкада shular hisoblasangiz, вообще arzon tushadi. Plus mana bu oynasi, firmenniy oynasi, rosa chiroyli. Oynachasi sovg'aga keladi. 3 dona bor xolos.